Avtomashinaning yoqilg'i baki ichiga yashirilgan narkotik moddalar fosh bo'ldi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida joylashgan Ravot chegara bojxona postiga Tojikiston Respublikasidan kirib kelgan O'zbekiston tumanida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari va Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamda bojxona organlari xodimlari hamkorligida sinchkovlik bilan tekshiruvdan o'tkazildi. Ravot chegara bojxona posti xodimlari tomonidan transport vositasi postiga ko'zdan kechirilgan transport vositasi yoqilg'i baki ichida giyohvandlik vositasi qo'shilgan moddalar borligi aniqlanib olingan. Vakuumga solingan holatda qamoq qilingan. Natijada avtomashinaning yoqilg'i baki ichiga sof og'irligi 10 kg 739 gramm gashish, 412 gramm marixuana va 35 gramm opiy giyohvandlik vositalari hamda 6945 dona Royal kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari yashirilganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov doirasida uning jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.